Assalomu alaykum akalar. Tanjolar so'm. Bir tush tarixiy. Uni kuzatib boringlar akalar. Xudo xolasa juda ham chiroyli video bo'ladi degan umiddamiz. Barchasi oddiy bitta tushdan boshlanadi. Xo'sh, hamma tarafi chiroyli gullar bilan bezatilgan. Shunaqa bir chiroyli mushkambarlarning hidi kelib turibdi. Bog'da eng asosiysi rahmatli umr yo'ldoshlari hamda Alloh rahmatiga olgan bo'lsin o'g'illari turibdi. Shunda xolamiz erlariga qarab, dadajonisi, "Mana qolsam bo'ladimi? Bunday bir joylaringiz juda go'zal ekan." Shunda xo'jayinlar aytadilar-ki, "Yo'q, qol, senga vaqt bor, seni u dunyoda qiladigan ishlaring ko'p" deb ko'kraklaridan ostagina shu nozikkina itarib qo'yadilar va xolajonimiz uyg'onib ketadilar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz guruhdoshlar. Mana hozir sizga bitta xolajonimizni tushlariga kirgan voqeani men sizga aytib berdim. Xo'sh, xolajonimiz 6 ta qizni va bitta o'g'ilni dunyoga keltirganlar. Allohning sinovi ekan, o'g'illari yoshligida vafot etib qoladi va bu judolikni rahmatli xo'jayinlari ko'tara olmay, u kishi ham og'ir dardga chalinib vafot etib qoladilar. Faqat vafot etishlaridan oldin ayollariga nasihat qilib qo'yadilar. Onajonisi, "Men tiriklik vaqtimda shu yo qabristonga yo mana shu ma'rifat o'chog'i bo'lgan masjidga darvoza qurmoqchi edim. Deb vafot etadilar. Mana Allohning fazli mana shu tush sabab bo'lib onajonimiz yo qabristonga yoki masjidga ehson qilishni niyat qiladilar va mana shu uylardagi bo'r temirlarni sotib, uylarda nima bo'lsa hammasini sotib, yerlarni oxirgi vasiyatlarini bajarish uchun pul to'play boshlaydilar va bizlarga murojaat qilib va nihoyat mana shu masjidga darvoza qurishni niyat qiladilar. Ehson qilish uchun boy bo'lish shart emas, faqatgina xohish bo'lsa bo'ldi. Mana shuni o'rnak qilib, mana shu 73 yoshga kirgan onaxonimizni bemalol aytsak bo'ladi. Men o'zim guvoh bo'lganman. O'sha plastiklardagi pensiyalari tushgan pullarni merigacha olib bizlarga bergan vaqtlari bo'lgan. Maqsad bitta, faqatgina mana shu erlarini, vafot etgan erlarini roziliklarini olish. Men ko'p so'raganman, "Xolajon, ko'p pullaringizni o'zingiz uchun ham saqlab qoling, yoki u kishilarni sog'liklarida ham jiddiy muammo bor, jigarlarda muammo bor, yuraklarda muammo bor. Borib yotishlari kerak, sanatoriyalarda dam olishlari kerak. Lekin bittagina erini roziligi uchun mana bu dunyodagi farovon hayotdan butunlay voz kechganlar." Faqatgina yana bir marta ibrat uchun aytaman. Hozirgi yoshlarimiz oiladagi yo'qchilikdan yoki bir qanaqadir muammolardan ajrashib ketayotgan yosh oilalarni ko'rib diling og'riydi. Mana shu onaxonimiz juda ko'p boshlardan qiyinchiliklarni o'tkazganlar. Mana shu qisqagina hikoyamdan shu narsani men sizga ibrat uchun bildirmoqchimanki, bizni shunaqa o'zbek onalarimiz bor, hatto er o'lgandan keyin ham unga sodiq qoladi va uni vasiyatini bajarishga harakat qilishadi. Mana o'zingiz ko'rasizlar. Mana shu darvozani qurishda kimki ozgina hissa qo'shgan bo'lsa, Alloh munosib qabul aylasin. Lekin mana shu boshida 73 yoshar erini vasiyatini bajarishga bel bog'lagan onajonim so'radi. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin va ehsonlaringizni qabul qilsin. Rahmat aytadi. Ana shuni xolajon yerga qo'yaylik, duo qilib berasizda. Ha. Yetti avlodlaringiz ham bilan dard ko'rmasin iloyim. To'pqan tuqqanlar to'y tomoshalarga ketsin. Amin, amin. Bacham.
yakka yashab o'tni changi chiqmas. Changi chiqsa dangi chiqmas. Allohga mingdan ming shukr. Ana xo'jayin avlodlari, o'zim farzandlarim, o'zim avlodlarim boridan nima qildilar? Ana bo'g'inamni vasiyati amalga oshdi. Muborak. Shunga mingdan ming shukrman. Rahmat. Ha. Kimiki bo'lsa, iloyim hech qachon kasal bo'lmasin, g'am ko'rmasin, dard ko'rmasin. Amin. Iloyim topganlari hammasi to'y tomoshalarga ketsin. Ilohim. Hech banda ko'z bilan oyoqdan qolmasin. Amin. Ha. Bitta duo qilib topshirasiz. Ha, iloy amin. Tan saatlik, xotirjamlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Hammalarda rizqlarda Alloh xayr baraka ketmas davlatlarni bersin. Qo'shilganlar bilan qo'shib qaringlar bacham. Sizlar menga qo'llaringizni cho'zib, sizlar kelgancha yordam qildingizlar. Mingdan ming shukr. Hech qachon yetti avlodingiz ham, boshqasi ham g'am bilan dard ko'rmasin. Ilohim. Navira, avira, chavira begonasigacha nasib qilsin iloyim. Ilohim. Doim ana bu o'tirishlarimiz to'ylarga, nimalarga iloyim birga bo'laylik hammamiz. Aramizdan bu mehr-oqibat ketmasin. Ilohim. Ana ukam bor ekanlar, Allohga shukr. Ana bu ukam bor ekanlar. Hammalari ish qilib, qo'llaridan kelgancha yordamlashib, nima qilib, qo'llab-quvvatladilar. Ana shu ish amalga oshdi. Shunga mingdan ming men roziman. Sizlarga ham mingdan ming rahmat. Iloyim 100 yoshdan oshib ketinglar. Ilohim. Rahmat. Ana endi men kalitni oqsoqolga topshiraman. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Rahmat.